Adasi, ovqat dastavka keldi. Shunda olib oling. Rovna 100 ming so'm bo'ldi. Ha, hozir. Pul mashinada edi, olib chiqib bo'lmasa. Mani kashligimdan olib bera qoling. Tushib yurasizmi? Olmayman sendan. Keyin gapirib yurasanmi, pul berganman deb? Voy yo'q, adajonisi. O'ldim endi. 100 ming so'mga shunaqa qilsam. Kashligimdan olib berib yuravering. Ada, sinfdoshlarim bilan kinoga tushmoqchi edik, pul berasizmi? Ha, Samirchka, tortmadan olib ol. Adasi? Pul berayotganingizni eshitib qoldim. Ana kun dastavkaga 100 ming so'm to'lab yubordim-ku. O'shani qachon berasiz? Onasi, tug'ilgan kunlaring bilan tabriklayman. Voy adajonisi, rahmat. Aytgancha, kam bo'lsa ham ko'p o'rnida ko'rasan. Menga beradigan 100 ming so'mingiz alohidami? Uni keyinroq berasizmi? Mendan rozi bo'l, kampir. Sendan roziman. Hay chol, meni 100 mingimni qachon berasiz? 45 yildan beri ana beraman, mana beraman deb aldab yuribsiz.